Bugun siz bilan yosh, go'zal va energiyaga boy ayolning sirini razbor qilamiz. Turmushga chiqdikmi, tamom. Bahonamiz bitta. Men ulgurmayapman. Menda shunaqa ishim ko'pki, men bitta o'zimga qara olmayapman. Bular hammasi bahona. Yetuk bo'lish munosabatlarda ham, ota-onalikda ham, ota-ona bilan bo'lgan munosabatlarda ham must have, ya'ni juda ham muhim va kerakli jarayon hisoblanadi. Turmush o'rtog'ingizni ayolisiz. Bolajonisi emas, onajonisi emas, aql o'rgatadigan. Siz ayol o'laroq unga ayollik o'sha energiyasini berasiz, qo'llab-quvvatlaysiz. Toki siz o'zingizga rahm qilib yashar ekansiz, siz hech qachon o'smaysiz. Bola pozitsiyasida o'tirib, xafa bo'lib, hali bechorani yoqib olish shunaqa ham energiyangizni yeydi. Bilib qo'ying qizlar, ideal oila yo'q. Bu mif, bu yo'q, yolg'on, bu cho'pchak bu. Sizga agar mana shunaqa ideal oila deb o'tirsa, yolg'on. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan yosh, go'zal va energiyaga boy ayolning sirini razbor qilamiz. Bu shunchaki bitta sizga sir aytish emas, balki haqiqatda juda ham chuqur va obdon sizga tayyorlangan materiallarni beramiz. Ishoning, mana shu efirdan keyin dunyo qarashingiz, o'zingizga bo'lgan munosabatingiz, hatto balki qayerdadir qilayotgan xatolaringizni tahlil qilasiz va ularni to'g'rilashni o'rganasiz. Xudo xohlasa. Nasib bo'lsa. Assalomu alaykum barchangizga. Assalomu alaykum. Betakror energiyaga kundan kunga boyib borayotgan opa-singillarimiz. O'ylaymizki, bugungi bo'lishadigan bilimlarimiz sizni energiyaga to'lish sari qo'yilgan qadamingizga juda ham yaxshi, poydevor va kuchli motivatsiya va shunchaki ichingizda katta olov yonishiga birinchi uchqunni tashlab beradi. Shu o'rinda o'zimizni tanishtirsak, men Amira Rashidova, life coach, Qizil pomada onlayn kurslar platformasi muallifi, prodyuseri, rahbariman. Parizod, o'zingni tanishtirsan ham. Parizoda Kurahmedova Tahirovna, amaliyotchi psixolog, seksologman, xalqaro toifali. Qizil pomada onlayn platformasining bosh ekspertiman va sizlar bilan aynan seksuallik, joziba haqida gapiradigan ekspertingizman. Aziza Ismoilova, xalqaro toifadagi health coachman, ya'ni insonni sog'lig'i umuman fikrlari bilan ishlovchi mutaxassis. Only detox kursini bosh health coach bo'lganman va sizlar bilan birgalikda sizning ham aynan shu tana sog'lig'ingiz, unda nimalarga e'tibor berishingiz kerak va umuman hayotda ham baxtli, ham sog'lom bo'lishga poydevor sifatida bilishingiz kerak bo'lgan bilimlar bilan bo'lishib boruvchi mutaxassis bo'laman. Birinchi o'rinda savol. Tasavvur qiling, qanday zo'r bo'lardi, azizlar, qizlar, erta qarash jarayonini to'xtata olsak, doimo energiyaga to'la bo'lsak, qomatingiz chiroyli, yosh, umuman olganda yoshingizdan qat'iy nazar doimo yosh va jozibali, o'zingizni sevgan ishingiz bilan shug'ullanadigan, o'ziga ishongan, baxtli ayol bo'lsangiz. Shunchaki tasavvur qiling, qanchalik bu zo'r. Har bir ayol orzu qilgan punktlar. Kim shunday ayol bo'lishni istaydi? Oxirigacha vebinarimizni tomosha qiling, chunki mana shu savollaringizga albatta javobini olasiz. Demak, boshladik. Asosiy mavzuyimizga o'tamiz. Demak, yosh, go'zal va energiyaga to'la ayolning birinchi siri bu yetuk inson pozitsiyasida bo'lish. Shu o'rinda Parizod, sen boshlab bersang. Umuman olganda, mana hozir biz savol ham tayyorladik bizani qizlarimizga. Qizlar, nima deb o'ylaysiz? Yetuk inson qanday inson? Siz o'zingizni yetuk deb hisoblaysizmi? Kommentariyalarda javoblaringizni yozing. Psixologiyada bu qanchalik muhim ekanligini aytishdan oldin qizlarning fikri juda muhimda. Ya'ni sizlar uchun yetuk inson bu qanaqa inson? Ya'ni bu qanaqa bo'lish? O'zingizda bu tushuncha bormi? Shunaqa hissiyot bormi yoki yo'qmi? Mana shu narsa bizga juda ham qiziq. Aynan shu narsani tan olishni o'zi qiyin. Yetuk inson umuman nima uchun psixologiyada doim shu haqida aytiladi va nima uchun biz aynan shu sirni birinchi o'rinda qo'ydik. Aynan shu qoidadan boshlanadi hammasi. Yetuk inson ko'p narsalarga yuqori pozitsiyadan ko'rishni biladi. Ko'p narsalarga yetuk nazar bilan qaraydi. Xafagarchilik bo'ldi, hayotidagi nimaiki bo'lsa qabul qilish bilan birgalikda. Endi keling shularni har bitta o'sha umuman yetuklikni izohlarini bitta aytib bersak. Nima deysizlar? Shunday sizlarda tushuncha yana ham chuqur bo'lishi uchun yetuk bo'lish munosabatlarda ham, ota-onalikda ham, ota-ona bilan bo'lgan munosabatlarda ham
must have, ya'ni judayam muhim va kerakli jarayon hisoblanadi. Usiz biz 40 yoshga kiramizmi, 60 yoshga kiramizmi, hayotimizda o'rnimizni bilishimiz o'zi qiyin. Yetuk inson o'zi kim? Bir nechta pozitsiyamiz borda, hayotda har birimizning rollarimiz bor. Mana shu rollarimizdan biri ota-onalik roli, ya'ni ota-onalik pozitsiyasi. Bu qanaqa? Bu ichimizdan tanqidchini yoqib qo'yamizda, doimiy nimadir harakat qilsak agar otamiz yoki onamizni ovozi bilan yoki otamiz va onamizni o'sha ohangi bilan o'zimizni qilayotgan ishimizga baho beramiz. Ya'ni bir narsani qilsang agar shuni to'g'riroq qilsang bo'lmasmidi? Yoki sal kulsak agar voy namchi xunuk kulding, sal sekinroq kul. Ya'ni bu doimiy ichimizdagi tanqidchi, bizani nazorat qiladigan nazoratchimiz. Yana bitta pozitsiyamiz bu bola pozitsiyasi. Bola pozitsiyasi qanaqa pozitsiya? Bu qachonki biz hamma narsada quvonsak, hamma narsadan xursand bo'lsak, umuman olganda biz shunchaki beg'ubor bo'lsak, lekin shu bilan birgalikda bola qanaqa? Bola u doim hamma narsadan xafa bo'ladi. Nimasidir olib berishmas agar arazlab oladi. O'yinchoqni kimdir olib qo'ysa agar yig'laydi yoki shunchaki gaplashmay qo'yadi. Mana shu bola pozitsiyasi. Va bugungi kunda bizda ayollarimizning aksariyati afsuski yetuk pozitsiyasida emas, balki yoki bola pozitsiyada yashayapti, ya'ni turmush o'rtog'i bilan munosabati qayerdadir o'sha xafagarchilikka kirib qoladi, biror bir fikrini ayta olmaydigan, biror bir gapini ayta olmaydigan pozitsiyasida o'tirib qoladi yoki o'sha tanqidchi pozitsiyasida bo'ladi. Ko'p holatlarda mana men o'zim konsultatsiyalarga kelgan odamlar bilan yoki qanaqadir so'raganda qanaqa yetuk inson bo'lish desam, ko'plar mana kattamanmi, demak men yetukman deydi-da. Aslida hayotida qanchalik yetuklikni o'zi sifatli ekanligini bilasizmi, tushunchasiga ega emas va bundan kimdir aybdor yoki o'zi aybdor ham deb ayta olmaymiz. Shunchaki chunki yetuklik haqida to'g'ri tushuncha bo'lmasa, biz o'zimizni katta hisoblasakda, bo'ldi men katta bo'ldim-da, yetuk bo'ldim deb o'ylashadi. Mana hattoki mana o'zimni bugun ertalab konsultatsiyaga kelgan bitta ayolni ko'rdim-da. Yoshlari 35 yoshdan oshgan, lekin yetuklikni o'zini bilmaydi-da. Mana bola ham tug'ib bo'lgan, oila ham qurib bo'lgan, lekin yetuklik, o'zini nimaga loyiq ekanligini bilish, u mana katta bo'lish va o'zini chegaralarini hattoki qanday himoya qilishni bilmaydi. O'rgatilmagan, bilmaydi, xohlamagani uchun emas, shunchaki bilmagani uchun. Umuman olganda yetuk inson pozitsiyasida aziz shu siz tushuntirib bersangiz agar, mana haqiqatga tik qarash va qabul qilish, o'zgalarning fikrini hurmat qilish deyishadi. Bu yetuk pozitsiya. Umuman jabrdiyda pozitsiyasidan chiqib ketish, o'ziga rahm emas, mehr ko'rsatishni o'rganish, mas'uliyatni bo'yniga olish. Lekin shu bilan birgalikda agar shu narsani hozir qizlarga aytsangiz, ular buni tushunadi, lekin hayotda amal qilmaydi. Nima uchun? Nima qilish kerakki mana shu narsaga amal qilishni boshlash uchun? Shunchaki birinchi qadamni qo'yish kerak. Bu juda og'irli, chunki jabrdiyda bo'lish qulay. Men o'zim boshimdan o'tgan. Xafa bo'laverardim-da. Masalan, nimadir vaziyat sodir bo'ladi, uni yetukli emasligini keyin bilganman aslida. Xo'jayinini masalan janjallashsak, xafa bo'lardim, ichimda xafa bo'laman, lekin yetuk inson sifatida xo'jayinim nima bo'ldi, nega xafa bo'ldi desa, bir yetmayman-da. Yo'q, hammasi yaxshi deyman. Bu ham bir yetuk emas inson, bu bola aslida. Ichimda qali, ichimdagini top deb yuraverish. Men ko'p uchrataman, keyinchalik hozir amaliyotda bilamanki, juda ham ko'p qizlar shu xatoga yo'l qo'yishadi. Yo'q, keyin nimadir vaziyat bo'ldi, uyda qanaqadir sharoit bo'ldi, vaziyatdan chiqish yo'lini o'ylamaymiz, balki o'zimizga rahm qilamiz. Ya'ni men qanaqa becharaman yoki o'y anunga qanaqa mazzaki, qo'shnima hayoti yaxshi deb solishtirishga tushamiz. Yetuklikni belgisini tushunganimda, ya'ni vaziyat sodir bo'ldimi deylik, qizlar uyda xo'jayinimiz bilanmi, qaynonamiz bilanmi, yetuk inson nima qiladi? O'tirib ichiga yut, ichimdagini top demaydi. Kelib o'zini fikrini haqiqatga tik qaraydi. Ya'ni hozir nima vaziyat sodir bo'ldi? Mani aybim nima edi? Bormidi? Bo'lsa, shuni tan olib kelib, yetuk inson sifatida uzrini so'rash. Bo'lmasa, ya'ni ichiga yutib, "Ey maylan, mani hech kim o'zi tushunmaydi" deb xafa bo'lib olib emas, kelib chiroyli ekologik tarzda, ya'ni tuyg'ularni aytib bilish. Bilasizmi? Tam Oyjon, hozir mana shu narsa yuz berdi. Men shuni ovqatni noto'g'ri qilibman. Keyin agar sizdan so'rasam bo'lar ekan. Hali yetukmas inson, "Ha, nima qilsam yoqmaydi" emas. Tan olish. Shunchaki ekologik tarzda tan olgan vaziyatdan boshlab biz yetuklik sari birinchi qadamimizni qo'yamiz. Mana shu kichkina narsalardan biz yetuk inson sifatida shakllanamiz va
energiyani yo'qotish, energiyaga to'lish va ayollikni o'zimizni shakllashtirishga harakat qilar ekanmiz, bu narsalarni ustida ishlamasdan, hali o'zimizdagi yetuk insonni balansini tashqariga olib chiqmasdan bu bizga erisha olmaymiz. Chunki o'zimdan kelib chiqib aytaman qizlar, mana shu bola pozitsiyasida o'tirib, xafa bo'lib, hali bechorani yoqib olish shunaqa ham energiyangizni yeydi. Siz undan keyin bolalarga qarashga ham vaqt topmaysiz. Xo'jayiningizga mehr berishga ham, hamma yomoni bir siz yaxshi. Shuning uchun energiyaga to'lish haqida gapirar ekanmiz, mana shu ichimizdagi yetuklikni shakllantiramiz. Mas'uliyatni bo'yimizga ol. Vaziyat sodir bo'ldimi? Demak, bu bejizga bo'lgani yo'q. Har bir barg behikmat tushmaydi. Demak, eng yomon vaziyatdan ham balkim biz uchun qandaydir bir signal bordir, nimadirni o'rganish. Mana shu mas'uliyat. Nega emas, nima uchun? Mana shu yerda men nimani anglashim kerak ekan degan menimcha savol bu yetuklik sari birinchi qadam. Bilasizmi, mana shu yerda ozgina qo'shimcha qilmoqchimanki, siz chiroyli narsalarni aytdingizda, oilada hattoki ovsinini yoki kimnidir yutuqlarini tan olish ham yetuklik deb hisoblayman. Ya'ni, ovsini menda yaxshiroq, ovsini menda go'zalliroq yoki qo'shnim meni chiroyliroq, yoshroq ko'rinadigan narsalarga tik qarash. Mana bu haqiqat. Ko'p holatlarda biz mana shu haqiqatlarni hayotimizni, mana bizni atrofimizda o'rab turgan haqiqatlarni tan olmaslik, jahlimiz chiqishi, nima uchun unda unaqa deymizda, bir narsalarni o'ylab topamiz. Hattoki men tajribamda shularni ham ko'ramanki, boshqalarning hisobiga o'zini bahosini ko'taradi. Bu aslida juda ham negativ energetika. Faqat boshqalarni yutug'iga havas qilgan inson, faqat boshqalarni yutuqlarini tan olib, voy zo'r bo'pti, qarang, молодец shu inson deyish ham bu yetuklik pozitsiyasi. Chunki shunda inson aslida bu insonga yutqazganini emas, balkim o'zini u insondan ajralib turadigan yutuqlarini ham biladi. Shuning uchun ham boshqa birovni yutug'i uni ranjitmaydi. Shunchaki havas bilan qarashi mumkin. Boshqa tomonlama aytadi, yana ozgina ishlashim kerak ekan deydi. Bu xafagarchiliksiz. Ya'ni mana bu raqobatchilik bizlarni ichimizdan bizlarni yondiradi. Bizlarni o'sha yuqori energiyamizni pastga tushiradi. Biz o'sha hasad, nafrat bilan yashashni o'zimiz bilmay qolamiz. Mana shu chunki bilasizmi, hasad bilan havasni o'rtasi judayam nozikda. Na u yoqli, na bu yoqli bo'lib qolganimizni biz bilmay qolamiz, afsus. Havas deb o'ylaymiz. Chunki ruslarda hattoki shunaqa narsa borki, havasni o'zi yo'q, hammasi bu hasadga kirib ketadi deyshadi. Yo'q, men o'ylaymanki, baribir havas bor. Lekin mana shuni farqiga borish uchun bilasizmi nima qiling? O'zingizdan so'rang, siz qalbingizda kapalakchalar bilan voy zo'r bo'pti-ya, shunaqangiz zo'r deyishni bilasizmi yoki yo'qmi? Qizlar, bitta narsani hech qachon unutmanglar. Toki siz o'zingizga rahm qilib yashar ekansiz, siz hech qachon o'smaysiz. Rahm qildingizmi, o'zingizdan bechorani, mana ichingizda bechoraman degan hissiyot bilan yashadingizmi, sizda yetuklik bo'lmaydi. Umuman yetuklik haqida gapirmasa ham bo'ladi. Qanaqa bu namoyon bo'ladi? Kecha oldimga bir qiz keldi. Dodvoy, Amir opa meni challenge-ga erim ruxsat bermayapti, chiqib ketasan deyapti. Shuni ustida janjal bo'ldi. 2 oylik kelinman, men ajrashga tayyorman. Kepti o'zi. Endi men hech qachon konsultatsiya qilmayman, boshqa emas, lekin challenge bilan bog'liq skandal bo'lgani uchun men gaplashishga qaror qildim va shu qiz bilan gaplashganimda bildimki, bu behikmat emas, bejiz emas. Ya'ni bitta narsani sizga tushuntirmoqchiman. Mana o'tirib olib o'zini o'tmishidan o'sha qiz o'ziga rahm qilyapti. Ya'ni o'zini shu qadar bechora, shu qadar bir mas'um o'zini his qilyaptiki, ko'zlari yonmayapti, juda ham tushkun holatda, depressiya, chuqur depressiyada. Sevgan insoniga turmushga chiqmagani uchun. Uzilmagan munosabatlar, ya'ni o'lib ketgan, lekin buni olib qaraganda u munosabat yo'q. Yashamayapti, lekin haligacha o'shani anonisi bilan yuribdi-da qiz bechora, ya'ni o'shani dardida yuribdi. Va bu yerdagi hozir turmush o'rtog'ini yo'qotishdan, oilasi buzilishi, ajrashish degan narsa uni qo'rqitmayapti. Chunki unda sabab bor, ya'ni o'sha erishilmagan orzusi qolib ketgani, armon bo'lib qolgani. Va mana shu yerda u bilan gaplashib, shunaqa o'zim uchun ham insightga keldimki, qizlar, toki biz o'zimizga rahm qilib yashar ekanmiz, farqi yo'q siz bilan o'tmishda nima sodir bo'ldi. Xoh bu o'tmishdagi o'sha sevgi bo'lsin, razvod bo'lsin, ajrashuv bo'lsin, qanaqadir o'sha siz bilan sodir bo'lgan juda fojia bo'lsin, farqi yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham yashab o'tib,
vaziyatni qabul qilish, mana birinchi yashab o'tasiz, yig'laysiz, pожалуйста, qancha xohlasangiz beriling shu narsaga. Lekin bu shunaqaki, yo undan chiqib ketishingiz kerak, ya'ni o'zingizni qo'lga yig'ib bo'ldi. Endi kuzatuvchi pozitsiyasiga o'tish. Ya'ni bu nima degani, qachonki yetuk shaxs, yetuk inson, ya'ni yetuk ayol, o'sgan, dono ayol shunchaki o'zini chetdan kuzatishni boshlaydi. O'zini chetdan nazorat qilishni boshlaydi. Qani men shu vaziyatda qanday qilyapman? Erim bilan gaplashayotganda o'zimni qanday tutyapman? Men bolacha gaplashyapmanmi erim bilan yoki dono ayoldaymanmi? Va bir narsani unutmang, erkaklarga bola kerak emas. U bolaga uylanmadi, u ayolga uylandi. U jozibali, go'zal, chiroyli ayolga uylandi va shu erkakning ham aslida juda ko'p kutuvlari bor. Ya'ni sizning qanday eringizdan kutuvlaringiz osmon bo'lsa, "O, menga qilib bersin, kutgan edim, gul olib bermayapti, romantika yo'q" bo'lsa, ishoning, uni ham xuddi shunaqa million kutuvlari borda. Ertalabdan bo'yangan chiroyli qizni ko'rish, kechirasi to'shakda ham bir chiroyli ayol bilan yotish, umuman olganda hamma joyda muomalali, madaniyatli, o'zini tuta biladigan dono ayol bilan yashagisi keladi har qanaqa erkak. Biz nima qilamiz? Turmushga chiqdikmi? Tamom. Bahonamiz bitta. Men ulgurmayapman. Menda shunaqa ishim ko'pki, men bitta o'zimga qara olmayapman. Bular hammasi bahona. Agar siz prioritetni o'zingizga qo'yishni bilsangiz, aytsangizki, tak, okey, 5 minut vaqt, 10 minut vaqt o'zimga. Ertalab ishoning, sizni uyingizdan qaynanangiz sochingizni yulib chiqarmaydi ko'chaga. Siz 10 minut da vaqtingiz bor, 15 minut o'zingizga bag'ishlashingiz mumkin-ku. Mana o'shanda energiya olasiz, qizlar. Energiyaning asosi ertalabki ritualdan boshlanadi. Ya'ni ertalab o'zingizga orob berishdan, toza sochingizni ukladka qilishingizdan, yuzingizga ozgina atrupa sepib, ya'ni o'sha make-up qilishingizdan, turmush o'rtog'ingizni chiroyli bo'lib kutib olishdan, tabassum qilishdan boshlanadi. Biz nima qilamiz? Xo'mraymiz. Bizga yoqmayapti. Ana yerda qaynonaning tumshug'i ham yoqmayapti, qaynataning ortiqcha bitta gapi ham yoqmayapti. Biz nima qilamiz? Biz xo'mrayganimiz sari, bizga hech narsa yoqmagani sari, tabiiyki erimizga bizga nimadir yoqmayotganini ko'rib qo'ysin degan ma'noda o'zimizni tutamiz. Erkak nima qiladi shunaqa paytda? Xursand bo'ladimi? Yo nima qiladi? Boshida mayli qo'yningizni olishi boshlaydi, bora deydi. Bilganingni qilmaysanmi? Va mana shu yerda aytib o'tmoqchiman, yetuk ayol hech qachon shunchaki arazlab olib onasining uyiga ketib qolmaydi. Yetuk ayol joyida masalani hal qiladi. Men siz bilan gaplashishim kerak. Jonim deysizmi, asalim deysizmi, turmush o'rtog'ingiz ismi bilan chaqirasin, farqi yo'q. Gaplashib olishim kerak. Menga mana shunaqa vaziyatda ozgina tushunmayapman. Men bir narsani tushunmayapman, anglamayapman. Ya'ni yetuk shaxs pretenziya bilan, ya'ni da'vo bilan gapirmaydi. Siz qildingiz, siz yomonsiz, siz demaydi. Balki menga mana bu narsa yoqmayapti. Menga mana bu narsa to'g'ri kelmayapti degan ohangda o'zini ichki tuyg'ularini gapira oladi. Va siz qancha ko'p turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashganingiz sari, tuyg'ularingizni erkin namoyon qilganingiz sari, siz shuncha yetuk inson bo'lasiz. Qo'shimcha qilmoqchiman, bu yerda bir kulgili gap bo'ldi. Men uchun janjal bo'lganda asalib jodim deya olmaydi. Bu ham aniq. Mana bu yerda o'z hissiyotlariga erkinlik berish haqida-da. Sizlarga savol menga qiziq. Qani janjal qilganda eringlarni nima deb chaqirasizlar? Ha, mana shu yerda. Men masalan bolalarimning otasi deyman. Men janjal qilaman, to'g'ri. Men bilib qo'ying qizlar, ideal oila yo'q. Bu mif, bu yo'q, yolg'on, bu cho'pchak bu. Sizga agar mana shunaqa ideal oila deb o'tirsa, yolg'on. O'sha ideal oilani ideallik darajasiga keltirgungacha ham erkak va ayol yaxshilab bir-birini qirg'ichdan o'tkazgan. Ideal oila, qizlar, tushunchasi qachon paydo bo'ladi? Sabr ortida. Qachonki biz sabr qilishni o'rgansak, qachonki biz da'vo qilib, qani nimaga gul olib kelmaysan? Ana Instagramda falonchi katta guli bilan rasmga tushdi, nimaga meni erim olib bermaydi? Nimaga u yerda parfumeriya kimgadir sovg'a qilibdi, menga qilmaydi? Nimaga men noloyiqman demasdan, to'xta, hozir shunaqa holat. Balki men ham o'sishim kerakdir, balki men ham o'zgarishim kerakdir, balki men hozircha noloyiqdirman shunaqa narsalarga. Qayerdadir masala bordir-ku deb vaziyatda erkakni ayblash emas, qizlar, o'zini ko'rish. Men qayerda xato qilyapman? Balki men hali shu darajaga chiqmaganmanki. Unutmang, kichkina bolaga gullar sovg'a qilinmaydi. Kichkina bolaga ayollarga xos sovg'alar berilmaydi, chunki u o'zi kichkina.
va siz eringizga qanchalik ko'p kichkina bola bo'lib berib, menga kerak emas, qo'ying, pulingiz ketmasin. Voy, men tushunmayman, gullarga nimaga odamlar pulini xarajat qilar ekan degan tushuncha bilan yashaganingiz sari siz turmush o'rtog'ingizga menga hech narsa qilishing kerak emas, chunki men hali o'smadim, men hali ayol emasman degan signalni berib qo'yishingiz mumkin. Buni ustida ham o'ylab ko'rishingiz kerak.